Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, shu vaqt bo'ling. Qarang, opajon, siz qanaqa nima bilan keldingiz? Men mana shu Ko'ksartiruz 4-darajalik 1 yildan beri mana shu dard bilan olishib kelaman. Qilmaganim, kim qayerda dori mana yerda bunaqa ekan desa, unga borib ol qil, bunga qil. Operatsiyalarga buyurdi, yuragim dosh bermadi operatsiyaga. Endi mana shunchanaqa keyin biram mana yerda endi o'zimizni yonimizda ekan, tumshug'imiz tagida ekan, shuni sezmabman. Kimdir sababchi bo'lib bitasi, mana shu yerga boring-da opa, men shu yerda davo topdim, dedi. Yur olib borchi bo'lmasa deb qizimga aytdim, shu yerga olib keldi. Kirdim, mana Xudoga shukr, aravachada, kalaskada kelganman. Zo'r bozor 4tasi sudrab olib kirib o'tkazishdi. Oldiniga ishonmadim. Baribir yana bular ham mana qilyapti-da deb. Mana Go'zalxon menga opajon dedi, mana 1 oyda hassa bilan kelasiz. Xudo xolasa 4 oyda tashiysiz, o'zingiz yurib kelasiz. Avvalo Xudo dedi, qani deb ketdim. Mana hali 1 oy bo'lmadi, 20 kun. 20 kunda mana hozir dorilarimni ichib, tugadi, endi dorilarimni olib yana bir qator ko'rinib keladi. Xudoga shukr, hassada yurib kirib keldim. Mana hassalari oldin kalaskada kelganda Allohga shukr, mana hassam bilan kirib keldim. Kalaskani oldim-ku, lekin hassa bilan kirib keldim. Xursandman, rahmat, Tanjon. Oldingi taqorlar yo'qmi opajon? Yo'q. Kechqurunlari ham mazza qilib uxlayapman. Tinib uxlayapman, og'riqlarim yo'q. Uyda ham o'zim harakatlanib, bemalol garshoylarimga ham o'zim boryapman. Bemalol shu ayvonga ham chiqib olyapman. Qanchadan beri yurmay qo'ydingiz? 1 yil bo'ldi qizim. Voy, aymanay. 1 yildan beri mana shu ahvolim endi. Yaxshisiz, lekin o'zingizda ham mana taningizda ham boshqa o'zgarishlar bo'lgan. Allohga shukr. Ishqlaringiz yo'qolgan. Yo'q, hamma yo'g'im joyiga bo'lib, nastrenalarim ham bunaqa yomon asabiy edim. Sal narsaga asabim chiqib, mana shu o't bo'lib lovullab, to'zi qilib yuborardim. Yo'q, hozir unaqa nimalarim yo'q, Xudoga shukr. Ilohim shifo topganingiz rost bo'lsa opajon. Agar men aytganimni mahsulotlarni vaqt-vaqtida ichib, ovqatlanish tartiblariga rioya qilsangiz, inshaalloh avvalo Alloh qolaversa biz Allohning izni bilan Xudo xolsa 4 oyda yurib kelasiz mana shu yerga. Alhamdulillah, ilohim, aytganingiz kelsin. Siz shunaqa Ko'ksartiruz bilan qiynalayotgan yurtdoshlarga nima degan bo'lardingiz? Hammalaringga tavsiya qilar edim, mana shu yerga kelinglar. Go'zalxonni mana shu ofisiga kelib, mana shu yerda men davo topdim, sizlar ham kelinglar. Mana agar yolg'on bo'lsa, telefon nomerimni ham beraman. Meni ahvolimni ham mana kelib ko'rishlaring mumkin. Mahallam qo'ni-qo'shnilarim biladi. Mana hozir hammasi o'zgarib, tiniq bo'lib ketibsan, yosharibsan deyapti. Yosharibsan deyapti. Yana ham ularni nima qilganiga motivatsiya olib, men ham yosharyapman shekilli deb o'zimga. Yo'q, rosa chiroyli bo'libsiz. Men ko'rib og'zim ochilib qoldi, oppoq qarib ketgansiz. Xudoga shukr. Qovog'ingiz tagida ko'karishlar yo'qolgan. Keyin vazn tashagan juda chiroyli qorinlar yo'qolgan mana. Yo'q, eng asosiysi charchab qolmayapman, hansiramayapman. Yursam ham mana kirib keldim, ko'rdingiz. O'tamay tiqanchiq ekan, shunda ham o'zimni tutib ushlab yurib keldim mana. Allohga shukr. Rahmat sizlarga. Alloh ishlaringga omad bersin. Menga o'xshagan mana shunaqa qiynalganlarni dardlariga shifo berib, mana endi hozir implant qo'ydiraman deb yurdim-da 30-40 millionga. Mana qarang. Ana endi o'sha meni yonimga qoldi ashi. Qonimga yeyman o'shani, qolganini 500 so'mini sarf qilaman. Mana ko'rdingiz, ham arzonga davolandingiz. Allohga shukr, Allohga shukr. Opajon, Allohning shifo bergani rost bo'lsin, bizning ham yuzimiz yorug' bo'lsin. Ilohim. Hech qachon kasal bo'lmang, ilohim yurib ketdi, bizni duolarda doimo hamisha eslab yuring opajonim. Ilohim, Alloh hamisha duodamiz. Ishlaringni omadini bersin Allohim. Hammalaring sog' bo'linglar. Rahmat opa. Xo'p.